Aniqlanishicha, 65 yoshdan oshgan aholining 70% noto'g'ri ovqatlanish tufayli turli kasalliklarga duchor bo'ladi. Xo'sh, bunda qanday amaliyotga rioya qilish kerak? Qariyalar kunlik ratsionida osh tuzi, shakar, hayvon yog'lari, trans yog'lar kamaytirilishi lozim. Ular tuzlamalar, yarim tayyor mahsulotlar ko'p bo'lmasligi lozim. Tana vazni me'yordan yuqori bo'lganlar shirinliklar iste'molini cheklashlari kerak. Kunlik ratsionda albatta murakkab uglevodlar, qo'ng'ir guruch, butun donlilar, yurak-qon tomir kasalliklari xavfini pasaytiruvchi to'yinmagan yog' kislotalariga boy zaytun moyi, yong'oq hamda urug' pistalar bo'lishi darkor. Oqsillar manbai sifatida nafaqat hayvon go'shtlari, balki o'simlik oqsillari ham muhim. Demak, baliq, tovuq go'shti, tuxum, sut mahsulotlari bilan birga dukkakliklar, mosh, loviya, noxat, yasmiqni mos ravishda iste'mol qilib turish tavsiya qilinadi. Oqsilga boy ovqatlanish mushak massasini 30% ga yaxshilaydi. Keksalarda suyaklarni mustahkamlash uchun kalsiy, sut va tvorog, immunitetni mustahkamlash uchun D vitamini, quyosh nuri va baliq mahsulotlari va yurak-qon tomir tizimini qo'llab-quvvatlashda kaliy, banan, o'rik qoqisi kabi moddalarga bo'lgan ehtiyoj ortadi. Ular organizmda D vitaminining yetishmasligi osteoporoz xavfini 40% ga oshiradi. Yetarli miqdorda suv ichish modda almashinuvini 10-15% ga yaxshilasa, kundalik 30 daqiqalik piyoda yurish yoki yengil mashqlar esa qondagi shakar darajasini 20% ga kamaytirib tegishli samara beradi. To'g'ri yemak qoidasi, uzoq umr foydasi.